Bugun uy sharoitida pitsa tayyorlaymiz. Buning uchun idishga sutimizni solib, ozgina shakar, ozgina tuz, 2 qoshiq droji va unum tuxumlaridan 2 donasini qo'shamiz. Ustiga un solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz va oshirishga 40 minut yoki 1 soat qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'lguncha pitsa uchun kerak bo'lgan narsalarni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga ro'zo kolbasalari yordam beradi. Ro'zo kolbasalari halol va sifatliligi bilan ajralib turadi. Kolbasa ketidan pomidorni ham to'g'rab tayyorlab olamiz. Pizzamiz ustiga sous uchun ketchup va mayonezni aralashtirib, xamirimizni yoyib, ustiga oldin pomidorlarni, keyin esa kolbasalarimizni terib, achchiq murch, keyin sirlarimizni sepib, duxovkaga pishguncha qo'yib olamiz. Ungacha idish tovoqlarimni yuvay deb molli gel yordamida idish tovoqlarimni chinnidek qilib yaltiratib qo'ydim. Molli mahsulotlarining hamma narsasi juda ham ajoyib. 2 xil pizzamiz juda ham ajoyib bo'ldi. Buning uchun Ro'zo kolbasalari va unum tuxumlariga katta rahmat.